jonimga qasd ayla Barivajdir rabolar boray Kulib jonimga qasd ayla Karashma ish va yo'lqu Karashma ish va yo'lqu Nazokatga ishonchim yo'q Nazokatga ishonchim yo'q Nazokatga ishonchim yo'q Nazokatga ishonchim yo'q Karashma ish va yo'lqu Muhabbatga ishonchim yo'q Meni kechirasiz aka. Ovozingiz yaxshi ekan, lekin ashulangiz mazasi yo'q ekan. Nima mazasi bo'lmas ekan? Nimaga endi muhabbat yo'q deb hammaga jar solyapsiz? Endi uka, nima edi? Nima qildi? Muhabbat bo'lmasa, kelin bilan kuyov turmush qurisharmidi? Shoirlarni yozib berganini aytamiz-da. Shoirlaringiz bekor gaplashish. Bu nima deganingiz? Muhabbat bor aka. Nima qilib bo'lsa bo'pti-da. Marhamat, unda o'zingiz muhabbat haqida qo'shiq aytib bera qoling. Aytsam bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat aka. Nima bo'ldi, otam? Ana uni ashulasini eshitgandan keyin birinchi muhabbatim esimga tushib ketdi. Nega xafasan? Puling qolmadimi? Ovozini cho'chib yubordim azizlarga. Xafa bo'lma. Yana bitta eski devorni ko'z ostimga olib qo'ydim. Yo'q deganda 2 xum tilla chiqadi. Qararsanki yana boyvachchamizda. Shaharda qizillar. Assalomu alaykum. Bu yaxshi bola bu. Yaxshi. Yaxshi bola bu aka. Yaxshi. To'ylar muborak bo'lsin. Ishing bo'lmasin. Bor ishing. Bor tuyog'ingni shiqillab ashulayrak bor. Nega bunaqa muomala qilasan? Mana shu balaki sarayni esi kirarli chiqarli bo'lib qolgan muhabbat yo'lida
qo'liga nima tushsa davlatga topshiradi xumplar. Endi bu yog'iga pishora bo'lishimiz kerak. To'g'ri aytasan. Xafa bo'lma. To'y to'yday bo'lsin. Qani, tashla. Yasha.